Bahor quyoshi foydali bo'lgani bilan inson tanasini qoraytiradi. Mana bu odamni qo'li nimaga qorayib ketdi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kasbingiz nima? Qo'llaringiz buncha qora. Kasbim shu taksi. Damas haydayman. Bu qo'l qoraymasdan qat qoraysan, ha? Nima deysan, qizim? Tabiat qarang chiroyliligini, bahor havosida. Voy, mana bu odamni qorayib ketganini. Sekin borib ko'raylik kasbini. Assalomu alaykum. Alaykum assalom qizim. Qorayib ketganingizni qarang. Kasbingiz nima? Dehqonman. Mana shu yerda ishlar mana quyoshda, mehnatda qoraydik-da. Voy, mana bu odamni qaranglar. Quyoshda o'tiribdi, qoraymabdi. Qani borib so'raylik-chi. Kasbi nima ekan? Assalomu alaykum. Doda xor. Alaykum assalom. Siz qoraymabsiz ham quyoshda o'tirib ham. Kasbingiz nima? Endi biz kasbimiz Bruschatkach. qoraygan joylarni ko'rsating. Bang.